سحر دل من Alo. Assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Nima qilyapsiz? Ha, ovqat tayyorlayotgandim. Pishib qoldi. Ko'chaga ovqatlangani chiqamiz. Tayyor bo'lib qoluvdi-yu ovqat. Bo'ldi, mayli. Buni ertaga yeymiz. Xo'p bo'ladi. Dilim bir xo'sha. Assalomu alaykum dadasi. Alaykum assalom. Bo'ladimi? Ovqatsizing. Ko'chaga chiqmaymizmi? Ovqatsizing. Bo'larkan shunaqa. O'tirsak. Ustimda kulyapsizmi? Yo'q. Kulmayman. Juda ham jiddiyman. Atringiz nomi nima? Docha gaban. Agar hozir ko'chaga chiqamiz demaganimda sizdan yog' hidi kelayotgan bo'lardi. Men uchun hech sepmagansiz Sadir. Namuncha bo'yanyapsiz. Kim uchun shuncha harakat? Yoningizda chiroyli bo'lib yuray dedim-da. Ko'chadanmi? Ha? Odamlar xotini zo'r ekan deyish uchunmi? Axir ayol kishiman. Ko'chaga chiqqanimda o'zimga qarab chiqishim kerak-ku. Ko'chaga chiqayotganingizda o'zingizga qarab chiqishingiz kerak. Lekin ko'chadagilarni o'zingizga qaratishingiz kerak emas. Ko'chaga keladigan nechta kiyimingiz bor? Ko'p. Uyga kelgan nechta kiyimingiz bor? Uyda kiyadigan kiyimingiz yo'q. Uyda meni eski futbolkamni kiyib yurasiz. Tushundim. Ro'zg'orda kamchilik bormi? Hamma narsa bor shukr. Mehmon kelganda qanaqa dasturxon tayyorlaysiz? To'kin. Unda men hozir ko'chaga chiqib, 1 soatdan keyin mehmon bo'lib kelaman.